Keşirallah vatandaşlar. Bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyer Sırgacı Rozi. Washington'da sözleyimiz. Bugün Çislak 2023 yıl 11. ayının 18. günü. Vatandaş. Heptiga yakşembe. Bugünkü vaziyetimizden avval aytadigan sözümüz şuken ki Uygur'un oğlu şairi Tahir Hamid'nin bir parça kitabı mesela Irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchiligini hikoyat qilgan bir parça kitabı İngiliz tilida nashr qilinibdi. Ham buning Amerikadagi cho'ng matbuotlar masalan Zaman jurnali, Washington Post degandek cho'ng matbuotlar diqqat qilibdi. Men bu munosabat bilan yoki mushu g'alaba bilen avval şairimiz Uygur oğlu Tahir Hamidni tebriklayman vatandaşlar. Bu acayip bir vaziyet doğru çıkıvadı. Bu kilovatkan iş, mesela Tahir Hamid kitabı ve bu kişinin tanıştırış ve onun kitabını tanıştırış, yukarı derecelik matbuatlarına buna dikkat kılışı 11. ayının 18. 17. 16. günleri 15. günüden başlap Kaliforniyada yaşılgan Asya teyin çöken hemkarlık jığını ve bu jığın mezgilide Prezident Joe Biden'dan Reis Xi Jinping ile sohbet kurganlığı. Bu işler bir qatar işlerini birleştirmez. Andı seminlerge selip koyay ki vatandaş 11. ayının 15. günü Erken Asya Radyosu Uygur bölümünde burun işlengen bir hüccetlik film Uygurlarning hayotiga munosabatlik hujjatlik film ekranga chiqdi. Ekranga chiqqan kuni 11. ayning 5. kuni bu xabarda radio xabar qildi. Men sizlar bu to'g'rida to'xtalib qisman oldi ko'z qarashim fikrimni o'ttirib qo'ydim vatandosh. Hozir demak biz bu San Fransisko sohbati deylik, Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinpingning sohbatini San Fransisko sohbatindeyli qaraganda bu sohbat unda oddiy o'tkazilgandek emas. Birinchisi masalaga tahlil qilib berdim. Aqsaroy bexatarlik komitetining bayonotchisi John Kirby apandi nima dedi? Jungoda kishilik huquqning yaxshilanishi kerakligi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari mutlaq ishinidir. Bu yerda qarab turing ha. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoda kishilik huquqning yaxshilanishiga mutlaq ishinidir. Bu bir jumla shakli. Ikkinchisi, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoda kishilik huquqning yaxshilanishi kerakligiga cho'qim ishinidir. İkinci cümle şekli vatandaş bir-biriga tüptün farqlanadi. İkinci cümle şeklide Amerika'nın besimi var degan gap. Birinci cümle şeklide Amerika ümit qiladi faqat degan gap. İkinci cümledeki besim bilan selishtirganda men bu qatim shunda aytaman ki Jungo Xalq Cumhuriyetining raisi Xi Jinping apandi hem Asya Tinch Okean hamkorlik yig'ini qatnashchi yetib keldi Amerikaga. Hem Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan eng oxirgi suhbatni so'zlashib muhokama qilib qo'shilishga, har ikki taraf bir-birining fikr va so'zlariga qo'shilishga, bo'libmi kishilik huquq bo'yicha va'da berishga va o'zining planini o'tirg'a qo'yishga Kaliforniyaga yetib keldi deyishki bo'ladi vatandoshim. Bunun sebebi bugün Amerika tarafda yaşayotimiz xabarlar hammanglarga ayon ham shuning ichidagi sezgör xabarlar bilan sizlarni xabarlantirib keldik vatandoshlar. Endilikda biz Jungo taraf qarab boqaylik. Bugün HBK'ning YouTube'ni TikTok programmamizda Jungoning dangli tashqi ishlar ministri bayonotchisi Hua Chunying hozir bu muavin derecalik tashqi ishlar ministrining muavin derecalik amaldori. Yuqori derecalik amaldori desangiz bo'ladi. Bu ayolning o'rniga ikkinchi nafar muavin xonim o'tirib hozir bayonot qilyapti odatda. Lekin bugün endi
Tashqi ishlar ministerining muavin darajalik amaldori ve sabık bayanatçı ve hele hem yani şunda qo'shimcha bayonotchi Hoçin hanım eleki pilon. Mesela 11. ayının 5. günü Erkin Asya Radyosu tanıştırılgan film. Şavqun Sören. Sören degen filmni tanqid qilib o'ttirg'i chiqibdi. Tik takta 2 cümle, 3 cümle buludu. Bunun qayt yeziq şeklideki xabari yetib kelemdi, kemmemdi, men bunu bilmeyme vatandaşım. Lekin sezgür eş. İntayin sezgür eş. Bu Kaliforniyada açılgan yig'in ve Kaliforniyada iki devlet başçılarının söhbetiga münasebetlik geç. Nokol halde ben sizge şunu ettim. 11. ayının 5. günü bu film nemişki tuyuksuz ekranga çıkıp kaldı. Esli kaydı boyunca Erkin Asya Radyosu Uygur Til Gruppsi 12. ayının 8. günü ikinci bir filmni. Mesela kişilik hukuk ve yaki cezaları doğrusunda Amerika'da tüncü kıtım devlet meclisinde guahlıktan ötken Gülmihre Tursun Hanım gevdilendirilgen yana bir hüccetlik filmni 12. ayının 8. günüdün başlayıp Washington yaki Amerika'da public halkka Ammevi halkı ekran arkalı körüstülüdü de puturoş kılıp bulup nemişki tuyuksuzlu 11. ayının 5. günü Şavqun Sören yak uçuk aytkandı İlham Toxtu gevdilendirilgen kino film ne? Amerika Erkin Asya Radyosu ekranı elip çıktı dep tahlil kıldım mı vatandaşım? Endi bir yerde gep nege berip takışıdı? Uyguristan meselesi, Tibet meselesi okşaşlı hal kılış devrige kirip geldi. Kaliforniya söhbetinden keyin dep paraz kılın. Bu hal kılış şekli bu hiç aytganda Jungo'nun talebi nime? Qaysi şekilde hal kılıdı? Uygur'un tarihte kurgan devletin esli keltirip çıraylıkçı mantap şurup al biz askerlerimizi çekindirimiz demdi mesela huyaban şekilde. Veya ki yani başka hal kılış çağrısı mesela autonomiya şeklinin yukarı şekli Ali autonomiya diyen atalmış. Veya ki federatsiya şekli autonomiyadan farklanmaydigan ülke derecelik memuri hukuktan farklanmaydigan federatsiya derecelik şekli qaysi şekilde hal kılıdı. Hazır Reis Xi Jinping bu qatim yig'inda Amerika Qo'shma Shtatlarga bu to'g'rida nima dedi siz bizga qarang-ku. Biroq buningdagi zil narsa zil nokta bayonotchi Hoçin xonimni o'tirg'i chiqib bu 11. ayının 5. günü Erkin Asya Radyosu xabar qilingan filmni Şavqun Sörenni tanqid qilganligi, uning mazmuni to'g'ri, xato, o'ydurma, yolg'on deganligi. Bu xuddi Hoçin xonim aş filmni yolg'on deyotgandek bugun uningga shu filmga qarshi turishimi yolg'on. Bu qatim Hoçin xonimning o'tirg'ida o'tiruvchisi bu filmda ko'rsatilgan gavdalantirgan shaxsiylarni muqimlashtirish, ularning nüfuzini ko'tarish, ularning o'rnini ko'tarish va ularning so'zini so'z qilish shu badalga bu qatim Hoçin xonim Uyg'urlarga avtonomiya taklif qilamdi, federatsiya taklif qilamdi bu eg'izdan chiqarilmagan bilan lekin Şavqun Sören'de gavdilantirilgan shaxsning tashabbusi avtonomiya, ali avtonomiya yoki avtonomiyani turaqlashtirish. Hozir Xitoy tegizib qo'ygan qalpoq amaliyot ijro qilmagan avtonomiya qalpog'ini turaqlantirish. Shuning uchun harakat qilib, shuning uchun turmada yetayotgan odammi? Turmada yatdiydi bir adam, ikki odam uchun qayg'irib ketmang 8 milyon Uyg'ur. Hazır türmüde yetiyotgan 8 milyon Uygur, mening 60 nafar evladım, peryadım türmüde yatıdı hazır. Sendiniz mi? Bir adam türmüde yattı, onun gepini neme kılırsak, çıkmasadığında gep kıldığı adam siyaset bu. Bugün Uygur'un takdiri bu. Uygur milletinin takdiri bu. Uygur milletinin siyasi ordu meselesi bu. Çak kıldığı meselesi bu. Amerika Qo'shma Shtatları kötürüp 21 yıldan bir ahırca kek geldi. 10. ayının 18. günü 51 devlet imza koydu. Uygur meselesiga de cevap berdiği vakit geldi. Hal kılıdığı vakit geldi. Hal kılgıç devir yetip geldi. Gap sada qanday hal kılış meselesi vatandaş. Çendiniz mi?
Şunu biz bundaq ahval aslında prinsip cihetten her qandaq vaqtda Amerikanın sözleri kulak salımız. Lekin biz derdimiz ne? Bizning muddayimiz ne? Ve bizning garizimiz ne? Ve arzuayimiz ne? Ve bizning siyasi taleplerimiz ne? Devlet meclisiga Amerika Qo'shma Shtatlari qo'yish haqqimiz var. Amerika Qo'shma Shtatlari bildirish haqqimiz var. Biz Uyg'urlar bugun shuni aytamizki, vatandosh 3. qatim qurilgan Cumhuriyet 1944-yili 11-ayning 12-kuni Uyg'uriston nomida asliga keltiramiz. Buningda davlat apparati tiklanib bo'lgan, davlatning otisi Ahmadjon Dayı bo'lib bo'lgan, 100 ming kishilik askeriy qism qatorga turib bo'lgan, Gomindan armiyasini mag'lub qilgan, Shinsesay armiyasini mag'lub qilgan va Urumchi kirishga 50 kilometr ariq qolganda xalqaro jamiyat bu millatning o'z taqdirini o'zi belgilash, Uyg'ur millatining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tortib oldi. Armiya monastiriyasi bu to'xtatildi. Qurolsizlantirildi. Stalin bilan Mao Zedong 5-korpusga aylantirib, bu askeriy qismlarni bir-birlab yo'qotdi. Jon egisi sifatida bir-birlab yo'qotdi. Biz aş devletine asli keltirimiz deb akan qarg'ay 10 yildan beri kapışıvatıdı. Ma meydanda 10 yildan beri sözlevatıdı. Men bu sözlerini devlet meclisiga yetkizib oldum. Aqsarayga yetkizib oldum. Amerika siyasi yollarının qulog'iga tushib oldu. Allaqachon sözlep oldum. Mening şuarım şu, teşebbüsüm şu. Anağının üstüne halal emgen bolsan Uyg'ur, hozir sen söz göre vaqtda turvatsan. Söz göre vaqtga yetib kelding. Agar bu qatim buni qo'ldan ketkizib qo'ydigan bolsan, abadiy tugaysan Uyg'ur. Men sana aytay, hozir beshiga do'p kiydigan bir Uyg'ur vatanda yashayotdi taxe. Qo'lini ko'tarib usul o'ynayalaydigan bir Uyg'ur, tanbir bilan satani chalalaydigan bir Uyg'ur tax yashayotdi. Agar bu qatim ketkizib qo'ydigan bo'lsang Uyg'ur, abadiy tugaysan. Ma birinchilik sen bugungi vatandoshim. Bugun Xo'jayinning bayonotini anladım, ko'rdim, tik-takda. Enin yazma şekli kilendi kemmemde qarab baqayli. Erkin Asiya Radyosu bunun qanda muamele qildi. Enin ama qarab baqayli. Xo'jayinning bayonotini Erkin Asiya Radyosu e'lon qilamdi qilmadi. Bunun ama qarab baqayli. Uyg'ur sezgör vay peyti turayotgan, sezgör siyasi momentda turayotgan, sezgör hayot bilan yashayotgan har bir Uyg'ur sening sezgörligingni oshiradigan vaqt yetib keldi.